Ha. Ha, arshani boplabsan lekin. Ha. $100 oldim. Hikmat qilyapti. Mendan qarz olgan qaytara olmaydi, bormi? So'ramaysizmi? Bir oy bo'ldi, biz qaytaraman deganda pul chiqa qolmaydi. U o'zicha esidan chiqib ketganda gak o'tdi. Shunaqa yomon ko'raman, shunaqa pul olib qaytaraman olganda tirjayib qaytaraman deb qo'ydi, mana beziz bo'lib yuribdi. Har ko'rgan shuni so'rashadi o'tib ketadi. Ish bitguncha-da, aka. Shu qanaqa oson bo'lar ekan. Hozir qara. Mana shu oldim kelgandacha kakta sanab qarz borsan, qarzing bor deyman-da. Qachon berasan deb oldi urushib qo'yaman. Urushib turib kelib qo'yaman-da. Bermaysanmi pulni deyman-da. Shuni zo'ra mani hali shunaqa urmasinlar deb qaytarib bersa, ha? Rol o'ynaymiz-da. Ha, qarz bor. Oka qaytarib beraman, oka. Bir oy bo'lib ketdi deb qo'yaman. Bir oy bo'lib ketdi. Ana svet gazga deb olganda endi allafilib urib tashlaymanmi? Hozir. Qachon qaytarasan pulni? Aka beraman dedim, nima shoshasiz endi? Olganingga bir oy bo'lib ketdi. Bir oy bo'ldi, qarz olganingga qaytara olmaysan. Ha, beraman, namcha endi qochib ketmayman aka, aka. Gazga, svetga to'ladim, aka. Endi beraman sizga endi nima. Nima, meni pulni anaqa qilasanmi? Gazga, svetga? Aka, sal chiroyli gaplab. Eshak qachon qaytarasan? Qo'shishcha qo'ying. Qo'yingni ham qo'ying aka. ko'rmaysanmi? Ya, nimaga rosa uni aka? Bir oy bo'libdi. Qarz olganiga bir oy bo'libdi. Bez bo'lib qaytarmay, nuqul mashinatganda ham salom berib yuraveradi mana asamga tegib, bormi? Mening esimga tushib qoldi sizdan. 20 ming oldim-ku napitkaga yoki Yana soqol qo'yib olganiga o'ylaymi buni? Ya, qo'ymaysanmi? Oldim-ku napitkaga. Rahmat aka. Ha, bo'ldi. Qo'ymaysanmi shart emas-da. Hisobli do'st ayrilmas. Rahmat aka. Bo'ldi. Xo'p, mayli, rahmat. Tinch bo'l. Aka, lekin yomon urdingiz bor-ku. O'xshasin dedim-da. Mana endi oldim axir. Voy. 20 ming oldingizmi? Ha, napitkaga deb bo'lganda, bir oy bo'lib ketdi, indamay bez bo'lib yuribdi. Aka, men yeğenimde ko'ylagini men 100 mingga olganman, aka. Mayli kiyim topiladi, men oqibati yo'qotish kerak emas-da. Bo'pti, mayli chiqqini. Hamma biz napitkalarimiz bo'pti. Kiyimni pulini kim to'laydi?